Assalomu alaykum hammaga. Toshkent shahardagi gastitsamiz bo'ladi. 2 kishilik. Konditsionerimizni qaraydi. Turishini. Nima deyapti? Nima deyapti, aka? Konditsionerimiz. Nima deysiz? Konditsionerlar разбирать qilmagan shu xunuk lekin. Buni konditsioner ustalari ayb emas, shu binoni qurgan, ya'ni prorab yo bo'lmasa shu binoni qurdirgan odamlar sababchi deb o'ylayman shunga. To'g'ri, aka, juda ham g'alati, nekачественный chiqqan. Lekin ustalari ayb emas deb o'ylayman, chunki prinsipi to'g'ri qo'ygan, to'g'ri qo'ymagan. Shu qurdirgan odamlar ayb. Shuni voqliroq o'ylash kerak, konditsioner qo'yishdi. Agar voqliroq o'ylashganda bunaqa holatda bo'lmadi. To'g'ri aytasiz. Agarda biza buni qurilayotgan paytda, mana shu remont qilayotgan paytda agarda bizaga обращаться qilganda, biza cho'tki qilib mana shuni qo'yib bergan bo'lardi. Chunki turbalari вообще ko'rinmaydigan holatda devorlar ichidan olib ketgan bo'lardi. To'g'rimi, ustoz? Nima deysiz? Endi hozir motorni ko'rsataman. Motorini qaraylik. Подставка qilish kerak-da bu. Ruslan даже подставка qilmagan. Mana shuni turibdi-da, chunki bu ertaga baribir defekti bo'ladi bu narsani. Baribir по-любому bo'ladi. Shuning uchun ustogalar ishlayotganda vijdoni ishlaylar. Tez bo'ldim, ketdim emas. Bizani servisga обращаться qilsanglar, biz chiroyli idealni qilib beramiz. Даже video reyslarimizda, postlarimizda ko'rishingiz ham mumkin.